Bugungi obzorimizda ideal holatdagi tiniq avtomat korobka 2018-yil Nexus'imiz. To'xtang, 2022 emasmi bu? Yo'q, bu mashina 2018 lekin 22 ni holatini, videoni beraveradi. Men ko'rinishidan 2022 debman buni. 22 ga o'xshaydi. To'g'ri, ko'rdinglarmi? O'zimiz sherigim ham o'zi biladi, lekin tiniqligiga o'zini ham ko'yini maza qilib topgan. Xullas, mashinamiz kraskasi toza, holatlari ideal. Mashinani ichi qatida chizilgan, qirilgan rektopka yo'q. Paroylarigacha tiniq turibdi mashina. Mashina cho'tki holatda minib qo'ygan. Ichlarini bitta ko'rsatingda. Mashina 150 ming yurgan, lekin 150 mingda sidinalari bunaqa yangi turish uchun o'ta ehtiyotkor, juda chiroyli minish kerak. Ashibkalarida, torpedalarida hech qatida qirilgan, sirilgan xunuk joylari yo'q mashinaning. O'ta ham dahshat mingan. Yurish turishlarini albatta minib ko'rsangiz, birorta joyda tirqatsa, mashinani olmay qo'yaverasiz, tashlab ketaverasiz. Orqalarini qarang. Qop-qora turibdi hozir. Mashina xullas sizga yoqishi aniq. Hech qatida kamchilik, ayb, nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Yurishida, turishida, kuzupida hech qat sizga yoqmay qolmaydi. Mashinamizni $7850 oldik. Kelib foydasini, ismi rasmini qilib bersalaring, sizlarga kelishtirib beramiz. Bizga mashinachi bolalarga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biz mashinalarni olgan narximizda ochiq o'yin, ochiq savdo qilib joylaymiz. Kelib foydasini berib, ko'yingiz, ichingizni yorishib olib ketasiz, xudo xolasa. Bosinglar akalar.